Hech Allohga maktub yozib ko'rganmisizlar? Agar yanglishmayotgan bo'lsam, bundan 6 oy oldin internetda qaysidir videoda shu narsani ko'rib qoldim. Ya'ni Allohga maktub yozish. Va o'sha narsani olib, yanvar oyida men Allohga maktub yozgan edim. Qaranglar, bugun tortmamdan topib oldim. Nima so'raganini hech qachon hech kimga aytib bo'lmas ekan. Bu Alloh bilan o'rtanglardagi sir hisoblanar ekan. Ya'ni Allohga maktub yozish. Bu qay darajada to'g'ri buni bilmadim, lekin men o'zimda sinab ko'rgan narsani sizlar bilan bo'lishkim keldi. Yanvar oyida Allohga maktub yozdim. Ey Robbim, mening deganman va ichimda ikkita narsa Allohdan so'raganman. Va oxirida senga tavakkal qildim, senga shukronalar keltiraman. Senga ishonaman va sendan minnatdorman. Sening bandang Yulduz. Allohga onson deb maktub qoldirgandim. Bugun yanvar, fevral, mart, aprel, may. Hozir 5 oyda qizlar, ishonmaysizlar, meni o'sha so'ragan narsam fevral oxirida уже bo'ldi. 1 oyda Allohga maktubim yetib borgan. O'zingizlar uchun bir marta sinab ko'rishinglarni etardim, chunki menda bu narsada rezultat bo'ldi. Yanvar oyida Allohga maktub yozdim va fevral oxirida o'sha ikkita so'ragan narsamga erishdim. Ishonmasligingiz mumkin. Avvalambor Alloh, lekin bir marta Alloh bilan sirlashgan holda unga maktub yozib ko'ringlar. Faqatgina buni qonun qoidasida nima ko'rgan edim videoda. Yozgan maktubinglarni hech kim bilishi kerak emas va hech kim topib olishi kerak emas va hech kim o'qishi kerak emas. U faqatgina Alloh bilan o'rtangizdagi sir bo'lishi kerak ekan. O'zingiz uchun sinab ko'ring. Meniki 1 oyda amalga oshdi.